Ustaxonada Nima Gap rubrikasi. Ustaxonaga keldim. Nimadir qilyapti shekilli. Tio. Hey! What's up? Good? Amigo. Şöyle kiramiz. Bitta zaharni so'rab qilamiz. Hech kimga maslahat bermayman. Zararli. Ofis. Hech kim yo'q. Bu yerda ham hech kim yo'q. Mana humoyin deyapti. Nima gap? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchmisan? Nima bilan qo'llab turibsan? Mashina keladi. Qanamiz? Ofisda emasmisan? Ofisdami? Nima gap? Tinch bo'lar. Bolalar nimadir qilishyapti bu yerda. Nima bo'pti? What's up, amigo? Good. To nudge me, yeah. Dev pomp ishlamayotgan ekan. To'g'rirog'i o'chmayapti. Trak o'chuv. Negadir dev pomp ishlayapti. Amigo ayoqda injektor almashtiryapti. Darmodaga ham yetib keldilar, zapchastni ko'tarib. Biz bu yoqda buni tiklayapmiz. Nimaga mantirab yo'qlayaptilar. Bechora amigo yomg'irda chiroq almashtiryapti mana. Darmodaga nima bo'ldi? Pakistan. Test qildi, deb oqotdi. Ha, to'xtamayapti. Defiltr almashtirdik, deb dozor gazsetini almashtirdik, tozaladik, tortdik. Test qildik, va xolos hammasi zakonli ishlaydi. Yo'q, ham